Bugungi juma mav'izasining sarlavhasini buyuk muhaddis yurtdoshlarimiz deb nomlandi. Alloh taolo o'z diniga ilmni tayanch qildi va bu ummat orasidan buyuk ulamolarni chiqarib, ularning martabasini yuksaltirdi. Ana shu ulug' zotlar sababli Qur'oni Karim va hadisi sharif bizga sof holda yetib keldi. Din ahkomlari saqlandi, haqiqat botildan ajradi. Ulamolar har bir davrda islom dinini turli buzilish va bid'atlardan himoya qilib keldilar. Shuning uchun ham muqaddas dinimizda ilm ahliga yuksak maqom berilgan. Robbimiz kalomida quyidagicha xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm berilgan zotlarni darajalarga ko'taradi. Mujodala surasi 11-oyat. Kimga Alloh taolo iymon bilan ilm bergan bo'lsa, uni darajasini yuksak qilibdi ikki dunyoda. Ayniqsa Rasululloh alayhissalomning muborak so'zlari, amallari va axloqlarini kelajak avlodlarga yetkazgan muhaddis ulamolarimizning xizmatlari beqiyosdir. Yurtimiz esa ana shunday buyuk hadis olimlari yetishib chiqqan muborak diyorlardan hisoblanadi. Xususan yurtdoshlarimiz bo'lgan Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Dorimiy kabi buyuk muhaddislar o'z ilmiy faoliyati, olimlik va insoniylik fazilatlari bilan nafaqat yurtimizning, balki butun islom olamining faxriga aylangan. Alloh taolo yurtimizni islom bilan sharaflagandan keyin Qur'oni Karim va sunnati nabaviyadagi ilmga targ'ib bo'lgan ko'rsatmalar bilan ilhomlanib juda ko'p olimlar yetishib chiqqan. Islom olimini taxminan 47% olimini bizni yurtimizdan chiqqan olimlar tashkil etadi. Bu juda katta narsa.